O'tgan yillar davomida mamlakatimizda umra ziyoratiga borish uchun mavjud bo'lgan navbatlar bekor qilinib, haj ziyoratiga ajratilgan kvotalar soni 5000 dan 15000 taga yetkazildi. Muborak haj va umra ziyoratini tashkil etish bo'yicha tizimli ishlar yo'lga qo'yildi. Maxsus komissiya tomonidan fuqarolardan arizalarni onlayn qabul qilish, rasmiylashtirish, tibbiy ko'rikdan o'tkazishdan tortib, ziyoratchilarni maxsus avialaynerlarda Saudiya Arabistoniga olib borish, emin-erkin ibodatlarni amalga oshirgach, uylariga olib kelishigacha bo'lgan tashkiliy ishlar komissiya tomonidan to'liq amalga oshiriladi. Bu minglab yurtdoshlarimizning azaliy orzularini ushlanishiga xizmat qilmoqda. Natijada yildan yilga ziyoratga boruvchilar soni ortib, joriy yilda birgina viloyatimizdan 1800 ga yaqin fuqarolarning muqaddas haj amallarini bajarishlari uchun imkoniyat yaratildi. Safarga jo'natishning dastlabki kuni Qo'qon shahri, Buvayda va Beshariq tumanlaridan 360 nafar yurtdoshlarimiz avvaldan tayyorlab qo'yilgan avtobuslarda Farg'ona shahriga olib kelindi. Haj ziyorati har bir mu'min musulmon uchun muqaddas amal hisoblanadi. Safarga otlangan yurtdoshlarimiz ham ana shu ulug' ibodatni ado etish baxtiga muyassar bo'layotganidan mamnun. Bu kunlarni yillar davomida orziqib kutdim deydi 4 nafar farzandning onasi, 15 nafar nevaraning suyukli buvisi Mahbubaxon Teshaboyeva. Bu yil menga qo'shaloq bayram keldi. Bunday sharoitlarni yaratib bergan prezidentimizga rahmat. Navbatim keldi, chaqirishdi. Hamma ishlarni o'zlari bajarishdi. Tibbiy ko'riklardan o'tkazishdi. Mana bizni hujjatlarimizni rasmiylashtirishdi. Uyimizdan ham avtobuslarda olib kelishdi. Aeroportga mana hozir yetib kelyapmiz. Aeroportdan samolyotga chiqamiz. Bunaqa sharoitlar qayerda bor? 2026-yil haj mavsumiga nasibam qo'shilganiga avvalo Xudoga hamd va sanolar va yurtboshimizga juda katta rahmatlar, minnatdorchiliklar aytaman. 40 yil mobaynida oziq-ovqat sohasida ishlagan bo'lsam, har yili borarmikinman deb umid qilardim. Bu yil mana shu 2026-haj mavsumiga nasib bo'ldi. Hajda qoidalari, arkonlari, odoblari, axloqlarilarni hammasini bizga o'qitib, o'rgatib, mana bemalol tayyor biz hozir. Juda katta hamma sohada juda katta islohotlarni olib boryaptilar. Bizni Qo'qonimizni gullab yashnashiga juda katta e'tibor qildilar. Nazarlari tushib, qadamlari yetib, yangi O'zbekiston bo'lgan bo'lsa, O'zbekistonimiz bizni Qo'qon yangi shaharga aylandi. Yangi Qo'qonga. Bunaqa bo'lishini biz hayolimizga ham kelmagan. Qo'qondan biz mana hozir zamonaviy avtobuslarda keldik. Konditsionerlari bor, sharoitlar bor, yumshoq. Biz yosh katta, ulug' yosh katta, men 80 ga kirganlar ham bor ichimizda. Hajga ketyaptilar. Ular hammalari duo qilishyapti. Yo'lda biz Marg'ilondan ham o'tib keldik. Yaqindagina prezidentimiz kelib, shu Marg'ilonda o'zlari mana shu majmuada nutq so'zlab Burxoniddin Marg'iloniyni katta bo'lgan xizmatlarini, himmatlarini, dinga, islomga, kelajakka qo'shgan hissalarini alohida e'tirof etdilar. Borsak, Alloh hajimizni qabul qilsin, yurtimizni, mamlakatimizni duo qilamiz, tinchlik bardavom bo'lsin. Farg'ona xalqaro aeroporti orqali muborak haj ziyoratiga boruvchilarni kuzatish uchun barcha tashkiliy ishlar yuqori saviyada tashkil etildi. Har bir ziyoratchi uchun yordamchilar ko'magi yo'lga qo'yildi. Yurtdoshlarimizga qulaylik yaratish maqsadida tartib bilan hujjatlari qisqa fursatlarda rasmiylashtirilib, yuklari bojxona nazoratidan o'tkazildi. Men nihoyatda orzu qilardim, lekin ishonmasdim. Haqiqat bor ekan, prezidentimizga rahmat. Mana vaqt soati yetib, Alloh chaqirgan ekan, Xudoga shukr, mana chiqib ketyapmiz. Yurtdoshlarimizning charchoqlarini yozishi, tamadi qilish va ibodatlarni amalga oshirishlari uchun barcha sharoitlar yaratib berildi. Bir piyola choy tashkil qilindi. Safar oldidan ularni viloyat hokimi Xayrullo Bozorov muborakbod etdi. Ana shu oxirgi 10 yilda prezidentimiz boshchiligida endi ulkan o'zgarishlar bo'lyapti. Mana 2019-yilda mana qarang. Bor yo'q 5000 edi. Mana hozir 15000 ga bor respublikadan boradigan. Bizni Farg'onamizdan boradiganlar 900 ta. Hozir 1800 odam ketyapti ekan. 2 barobar oshib. Bu ham mana shu xalqimizga bo'lgan prezidentimizni yana bir g'amxo'rliklari, e'tiborlari sizlarga nasib qilar ekan, muborak bo'lsin. Ko'plab xonadonlarga xursandchilik, yurtdoshlarimiz qalbiga quvonch ulashgan, orziqib kutilgan damlar. Ulug' ziyorat oldidan qaysi bir yurtdoshimiz bilan suhbatlashmaylik, ularning qalbida ezgu maqsadlar, hojilik maqomi bilan zimmalariga katta mas'uliyat yuklanishi va ziyoratdan qaytgach o'zlari istiqomat qilayotgan mahallada ma'naviyat targ'ibotchisi sifatida yoshlar ta'lim tarbiyasida faol va jonkor bo'lishlarini ta'kidlashdi. Ma'lumot uchun aytib o'tish kerakki, joriy yilning 11-mayga qadar muborak haj ziyoratini amalga oshirish nasib etgan 1800 dan ziyod farg'onaliklar Farg'ona xalqaro aeroportidan Saudiya Arabistonining Madina shahriga
ziyoratni amalga oshirish uchun yo'l oladilar.